Salam Premium Cola. İftorlik uchun ayni muddao +Semi saytida qopqoq ostidagi kodni skanerlang. Makkaga sayohat va boshqa qimmatbaho sovg'alarni yutib oling. Ramazon lahzalarini Salam Premium Cola bilan kashf eting. Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar, Noir Nabiyev YouTube kanaliga xush kelibsizlar. O'rtoqlar, bahor keldi. Ya'ni pikniklar sezoni. Bizada piknik. Ha, aka, piknik qilasizlarmi? Yuraymanski haqiqiy piknik qilish ko'rsataman. Gap yo'q. Ketdik. You're a glimpse from the past, just like outer space. Evidence of bring be enough for them to activate. Bu joylarga yetib kelish har doim ham oson emas, lekin yo'l tanlanmas mashinamiz bilan tog' yo'llari ham sarguzashtga aylanadi. Har bir burilish ortida esa yangi manzara kutadi. O'rtoqlar, manzara nima deyapti? Qaranglar. Voy, akalarga gap bo'lishi mumkin. Hali aka yoqdimi? Vahshiy chotki yoqyapti menga. Lekin men bunaqa manzarada birinchi marta hozir palatkalar yozib iftorlik qilaman. Men uchun boshqacha bo'lsa kerak. Zo'r bo'ladi aka. Abuzar aka o'zimni shaxsiy retseptlarimdan hozir sizlarga ovqat qilib beraman deyaptilar. O'rtoqlar, kuzatib tursanglar, bu yerda hozir palatkalar yozib ovqatlar qilamiz va retseptlarni sizlar bilan shaxsan chef povar o'zi bo'lishadi. Bugun uyda ham qilib ko'rsatsa bo'ladi, to'g'rimi aka? Bemalol bu ovqatni uyda ham tayyorlab ko'rsanglar bo'ladi. Ketdi. Xullas o'rtoqlar, tabiatni qaranglar, tinchligini. Vahshiy maza, hech kim yo'q. Hozir Abuzar aka bizga qanaqa ovqat qilib berayotganliklari haqida ma'lumot berib o'rsangiz. Aka, qanaqa ovqat qilib bermoqchisiz bugun bizga? Bugun sizlarga o'rmon kabob degan ovqat qilib beraman. O'rmon kabob? O'rmon kabob bu turklarning ovqati. Aha. Turklar shu o'rmonlarda, dalalarida o'zi dikki prirodada tayyorlab yeydigan ovqat. Ha, yo'q-e? Ha, mana patnisga hozir go'sht, sabzavotlarni qo'yib, ustiga mana yana patnisni yopib, aha, tepasidan ham ustidan ham olov berib ovqat pishiramiz. Mazasi o'zgacha chiqsa kerak, aka. Buning uchun videoni oxirigacha ko'ringlar. Videoni oxirigacha ko'rib, like bilan podpiska bosib qo'yinglar o'rtoqlar. Mana bitta qaranglar. O'rtoqlar, burgut. Voy, kattaligini qaranglar. Lekin rostdan tabiat tinch va zo'r joylar ekan. Mana bunaqa joylarga birinchi marta kelishim. Bundan oldin to'g'ri Krasnogorskiyda bo'lganman. Uni Krasnogorskiyda hamma bunaqa yam-yashil, tekis yaylov emas-da, kirli, musorli joylari juda ham ko'p edi. Bu yerda realniy va tekis yam-yashil uzun yaylov ekan. Menga yoqdi. Imom burgut qarang, tushini oldim sizdan. O'rtoqlar, kassor yoqadigan ekan. Mana bu qaranglar, afshi innovatsion narsa ekanda. Doq qilib sumkaga sig'ib ketaverar ekan, o'zi mana bunaqa ochilar ekan. Hop. Hop. Opa. Mana buni ichiga tiqib chiqarganman. Shu olov yoqish kerakmi deyman, aka. Suv ham tushib qoldi. Qolib ketdi o'rtoqlar, tuz. Aka, bizlarni tashlab ketmaydi deyapman. Tuz qolib ketsa, pastga chiqaman deyaptilar. Bu yerda ham magazin 10 kilometr naryoqda. Bo'ldi, aka, kutamiz. Har bahor yo'lingda intizor kutaman ahdiga. Ovqat qilishda ham hammasi to'g'ri mahsulotlarga bog'liq. Agar hammasini ketma-ketlik bilan somasdan aralashtirib olsa, ovqat mazali chiqmaydi. Pul topishda ham xuddi shunaqa. Pul o'zini o'zi kelib qolmaydi. Unga to'g'ri yondashish kerak. Shunda savol tug'iladi. Pulni qayoqqadir sarmoya qilish kerakki, u ishlay boshlasin.
va qanday qilib to'g'ri investitsiya qilish mumkin? Men shu savolga yechimni trading deb bilaman. Trading bu aktivlarni, masalan, oltin, valyuta yoki indekslarni sotib olish yoki sotish orqali ularning narxi o'sishi yoki tushishidan foyda olishdir. Trading bilan ishlash uchun esa men XM platformasini tanladim. Nega aynan u? Hammasi oddiy. XM muvaffaqiyatli savdo qilish uchun barcha imkoniyatlarni beradi. Agarda siz allaqachon savdo qilayotgan bo'lsangiz, u yerda qarorlarni xotirjam, hissiyotlarsiz qabul qilishga yordam beradigan grafiklar va tahlillar bor. Agar siz endi boshlayotgan bo'lsangiz, bosqichma-bosqich darslar va bozorda nimalar bo'layotganini tushuntirib beradigan hamda qanday harakat qilishni ko'rsatadigan ichki AI mavjud. 24 ga 7 o'zbek tilida qo'llab-quvvatlash. Agar savolingiz bo'lsa, darhol mutaxassisga murojaat qilishingiz mumkin. Grafiklarni kuzatib o'tirishga vaqtingiz yo'qmi? Unda Copy Trading funksiyasini yoqing, tajribali treyderlarning bitimini takrorlang. Bundan tashqari XM bonus e'lon qildi. Ya'ni siz depozitingizga 100% bonus olishingiz mumkin. Oddiy qilib aytganda, boshlang'ich kapitalingizni 2 baravarga oshirishingiz mumkin. Masalan, $100 depozit qo'ysangiz, yana $100 bonus olishingiz mumkin. Bu degani savdo qilish imkoniyati yanada kengayadi. Agar sizni trading va kapitalni ko'paytirish mavzusi qiziqtirsa, tavsifda qoldirilgan havola orqali XM platformasiga o'ting. Ro'yxatdan o'ting, birinchi depozitingizni kiriting va uni barcha imkoniyatlari bilan tanishing. Akiki otdilar bo'ldi. Biz yordamiz. Qolib ketmabdim. Yo'q, mashinada ekanmi? Va qatta ko'rdingiz buni? Bundoq oyog'im tagiga dumalab kelib qoldi. Voy, eng qizig'i, o'rtoqlar tuz hech qanaqa qolib ketmagan ekan. Mashinada ekan. Nima bo'lsa ham men xursandman, chunki aka qaytib keldilar. O'rtoqlar ovqat davom ettiramiz endi. Olovga qo'yamiz. Eng qiziq joyi bahorlarda ochilgan boy chechagim Ustiga bog'larimga sochilgan hop, hozir ovqatni tagidan ham olib berdik, ustidan ham olib berdik. Taxminan bir yarim soat 40 minut tursa yetadi, chunki go'shtimiz virska qismi, ya'ni bufe qismi deyiladi, pushti mag'iz tez pishadi. Shuning uchun bir yarim soatcha yetadi. Eng qiziq joyi, misol uchun uyda ovqat qilayotganingizda qozonni ochib, ovqat qanaqa ahvoldaligini ko'rsangiz bo'ladi. Lekin hozir biz qilayotgan ovqatning ahvolini ko'ra olmaymiz. Buni oxirida ko'rib olamiz. Oxirida ko'ramiz. Bo'ldi. Yo'q, ochib qolamiz. Yo'q, mazza qilib ovqat yeymiz. Ovqat pishguncha Abuzar aka mevali kesib turdilar. To'g'risini aytadigan bo'lsam, o'zlari bilan mevali olganlarini bilmagan edim. Mana, haqiqiy piknik. Aka, lekin gap bo'lishi mumkin emas, mevalarga bor-ku. Ha, okey, bugun bir mazza qilib iftorlik qilaylik. Qulupnaylar ham bor-da, churchilar uchun. Bahorda qulupnay, hamda hozir ananaslar. Bugun luxury iftorlik qilar ekanmiz tabiat qo'ynida. O'rtoqlar, mana bu go'zallikni ko'rishga tayyormisizlar? Qani qaranglar. Voy! Turklar ham biladi aka nima ishni. Ha, gapirmang. Qani bitta mazasini ko'ring-chi endi. Lekin aka, boyagi gapingizda turdingiz. Iftorliymiz, ha? Iftorlik qilib berdingiz aka. Qani, o'zingiz oching. Qani? Bismillah. O, nafasiga prosta gap yo'q. Kelinglar sizlar ham. Ayniqsa mana bunaqa havoda zo'r ketyapti. Qarang, yeb qo'ychi. Sizlar ham uyda bitta tayyorlab ko'ringlar. Bugungi kichkina sayohatimiz yana bir bor eslatdi. Baxt ba'zan juda oddiy narsalarda yashirin. Toza havo, chiroyli manzara va yaxshi kayfiyat. O'rtoqlar, menimcha bu iftorlik men uchun tarixda muhrlanib qolsa kerak. Juda ham go'zal bo'ldi. Buning uchun albatta Abuzar akaga
Kattakon rahmat aytib Yoqdimi? qolaman. Aka, вообще zo'r. Maslahat beraman sizlarga, mana shunaqa tabiat qo'yida chiqib, ovqatlanib, piknik qilishinglarni. Уже bahor keldi bu yog'iga. Piknik sezoni boshlandi. Piknik sezoni boshlandi. Shu paytgacha videoni kuzatayotgan bo'lsanglar, o'rtoqlar, like bilan podpiska bosib qo'yish esingizdan chiqmasin va bizani videomiz tugayapti. Hammaga xayr, charchamanglar, sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha Xayr. xayr.